Bu ikkita ishni aslo tik turgan holatda bajarmang. Yo'qsa o'limingizga sabab bo'lib qolishi mumkin. Birinchisi, tik turgan holatda suv ichish. Tik turib suv ichishning naqadar inson tanasiga zarari ko'p ekanligini va nihoyat zamonaviy tibbiyot isbotladi. Hindistondagi Apollo Spectre shifoxonasining bosh shifokori Virpul Rastigining ta'kidlashicha, tik turib suv ichishning inson tanasiga juda ham katta salbiy ta'sirlari mavjud. Hozir sizga bularni aytib o'taman. Olimning ta'kidlashicha, tik turib suv ichish eng avvalo oshqozon faoliyatiga jiddiy zarar yetkazadi. Tik turgan holda suv ichilganda suyuqlik oshqozonning pastki qismiga ovqat hazm qilish kanalidan katta kuch va tezlik bilan keladi. Natijada nerv tolalari taranglashadi, organizmdagi suyuqlik muvozanati buziladi va toksinlar miqdori ortadi. Bu esa oshqozon va hazm qilish tizimini bezovta bo'lishiga olib keladi. Ikkinchisi, tik turib suv ichganda artrit kasalligi kuchayadi. Tik turgan holda suv ichish bo'g'imlarda suyuqlik to'planishiga olib kelishi va artrit bilan bog'liq muammolar keltirib chiqarishi mumkin, deydi doktor Rastigi. Uchinchisi, yurak va o'pka faoliyatining buzilishi. Suvni noto'g'ri ichish oqibatida kerakli vitaminlar va minerallar jigar hamda ovqat hazm qilish tizimiga yetib bormaydi. Ular tezda tanadan so'rilib, yurak va o'pka faoliyatini xavf ostiga qo'yadi. Chunki qondagi kislorod darajasi buzilgan bo'ladi. Va nihoyat oxirgisi, tik turib suv ichgandagi eng katta zararni buyrak ko'radi albatta. Siz tik turib suv ichganingizda suyuqlik yuqori bosim ostida oshqozonning pastki qismiga hech qanday filtrlar o'tadi. Bu siydik pufagida suv aralashmalarining qolib ketishiga olib keladi va buyrak faoliyati buziladi. Eng yomoni, tik turib suv ichilganda nafas yo'liga suv tiqilib qolishi oqibatida inson halok bo'lishi ham mumkin. Bejizga ota-bobolarimiz non tiqilsa suvga chop, suv tiqilsa go'rga chop deyishmagan. Tik turib qilib bo'lmaydigan ikkinchi ish bu tikka turib peshob qilishlik, ya'ni tik turib siyishlik mumkin emas. Dunyoning ko'zga ko'ringan urologlari, qolaversa yurtimizning olim urologlarining fikriga ko'ra, inson tik turib peshob qilganda, ya'ni tik turib siyganda, siydik yo'li va siydik pufagida bir necha gram peshob qolib ketar ekan. Bu esa insonlarda siydik yo'liga taalluqli bir nechta xavfli kasalliklar, eng achinarlisi siydik yo'li saratoniga sabab bo'lishi mumkin ekan. Demak, ajdodlarimiz ming yillar davomida to'g'ri ishni amalga oshirib kelgan. Yoshligimizda ota-bobolarimiz, momolarimiz bizga tik turib suv ichma, tik turib peshob qilma deb o'rgatishgan. Siz ham bu ikki amalni o'tirgan holatda bajaring va salomat bo'lib yashang.